Salom do'stlar, Destination B1 kitobimizni darslarini davom etgan holda bugun 16-unitga ham yetib keldik va mavzuyimiz pronouns, ya'ni olmoshlar mavzusi va birinchisida bizga berilgan subject pronounslar, ya'ni I, you, he, she, it, we, they. Men, sen, siz, u, biz va ular. Xo'p, gaplar orqali o'rgansak, demak they built the first aeroplane, ya'ni ular birinchi aeroplanni qurishdi deyapti. Ular deyilyapti. Yana bu yerda ismlar o'rniga ular ishlatilgan. Misol uchun John bilan Max. Shunga o'xshash ismlarning o'rniga they ishlatilyapti bu yerda. Alexander Fleming discovered penicillin, but he did it by mistake. Ya'ni Alexander Fleming ismli odam o'sha penicillinni ixtiro qildi, ammo u buni xato natijasida qildi deyapti. Ya'ni o'sha Alexander Fleming erkak kishi bo'lgani uchun bu yerda he olmoshi ishlatilyapti. Agarda u ayol kishi bo'lganda she ishlatilardi. Xo'p, davom etadigan bo'lsak, keyingisi object pronounslari. Ya'ni meni menga, seni senga, ularni ularga, bizni bizga deb tarjima qilinadi. Could you give me that equipment? Ya'ni sen menga anavi jihozni uzata olasanmi? Menga uzata olasanmi? Could you give that equipment to me? Ya'ni sen anavi jihozni menga uzata olasan. Bu yerda ikki xil variantda aytish yo'lini ko'rsatgan. Va keyingisi possessive determiners, ya'ni egalik olmoshlari my, your, his, her, its or their, ya'ni mening, sening, uning, bizning va ularning. Xo'p. Demak, ishlatilishi deyilyapti to show who owns or has something, ya'ni kimni nimadir egaligidagi narsani aytish uchun ishlatamiz. Ya'ni misol uchun that's their car, ya'ni anavi ularning mashinasi. Bu yerda o'sha ularning, bizning, mening deb ishlatsak bo'ladi. Misol uchun that's my car bo'lsa, anavi mening mashinam bo'ladi. Helpful hints, ya'ni bizga yordam beruvchi narsa. Possessive determiners are always followed by a noun. Ya'ni o'sha egalik olmoshlari har doim otga, ya'ni nounga ergashib kelar ekan. Misol uchun is this my coffee? Ya'ni bu mening kofeyimmi? Xo'p, yaxshi. Keyingisiga o'tamiz. Mana bu yerda watch out berilgan bizada. Demak it is mana bu yerda o'qiymiz. It is and it do not mean the same thing. Ya'ni it is va mana bunaqa ikkita it is bir xil ma'noni anglatmaydi deyapti. Here is the dog's water and here is its food. Ya'ni mana bu kuchukning suvi va uning ovqati deyapti. Ya'ni dog's food. Va it is the best camera I've ever had. Ya'ni mana bu eng zo'r kamera menda bo'lgan kameralar ichida deyapti. Bu yerda esa it is ma'nosida kelyapti. Keyingisida possessive pronouns yuqoridagi olmoshlar bilan bir xil, faqat ishlatilishi va shakli sal boshqacharoq. Ya'ni yuqoridagilari mening bo'lsa, endi pastda meniki bo'ladi. Meniki, seniki, uniki, bizniki va ularniki. Va buni ham ishlatilishi bir xil, kimdir nimadir egaligidagi narsani ko'rsatish uchun ishlatiladi. Misol uchun that car is ours. Ya'ni bu yerda ishlatilish boshqacha. Anavi mashina bizniki yoki anavi mashina uniki desak, that car is his yoki ularniki, theirs qo'ysak bo'ladi. Va bu yerda possessive pronouns are not followed by a noun deyapti. Ya'ni possessive pronouns-lari o'sha nounga ergashmaydi deyapti. Ya'ni this is her car bo'lmaydi deyapti. Demak, there is no possessive pronoun for it. Ya'ni it uchun possessive pronoun yo'q ekan. Buni eslab qolamiz. Demak, bizda oxirgi olmoshlarimizda reflexive pronounslar, ya'ni myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves and themselves. Ya'ni mening o'zim, sening o'zing, bizning o'zimiz, uning o'zi deb tarjima qilinadi. Misol uchun ishlatilishi deyapti to describe actions where the subject and objects are the same. Ya'ni o'sha biron bir harakatni subjekti va objekti bir xil bo'lganda tasvirlash uchun ishlatamiz deyapti. Misol uchun my computer turns itself off after half an hour. Ya'ni o'sha mening kompyuterim 1,5 soatdan keyin o'zi o'chadi deyapti. Ya'ni telefoningizni ham zaryadi tugab qolsa, o'zidan o'zi o'chib qoladi-ku, mana shunaqa o'zi o'chadi. Keyingisi to emphasize who does something, ya'ni kim
nimanidir qilganligiga urg'u berib gapirgan paytimizda, misol uchun nobody helped me, I did it myself. Ya'ni hech kim menga yordam bermadi, mening o'zim bu ishni qildim. Ya'ni I did it myself. Videomiz foydali bo'ldi degan umiddaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr salomat bo'linglar.